Bugun men 1 iyuldan boshlab 6 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiq joriy etilishi haqida tarqalayotgan xabarlarni aniq va sodda tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot juda muhim, chunki u nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari, nevaralari va oilasidagi har bir kishiga tegishli. Agar sizning uyingizda nafaqadagi ota-onangiz, bobo-buyingiz bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan eshiting. Hozir odamlar orasida iyuldan keyin 6 yoshdan oshgan pensionerlarga ayrim ishlar taqiqlanadi. Pensiya olish tartibi o'zgaradi, bank kartadan foydalanishda cheklov bo'ladi. Davlat idorasiga bormasa pensiyasi to'xtaydi degan turli gaplar yuribdi. Men bugun aynan shuni birma-bir ajratib beraman. Nima haqiqat, nima noto'g'ri talqin, kim xavotir olishi kerak, kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'p odamlarni xatodan, jarimadan va ortiqcha yugur-yugurdan saqlab qoladi. Avvalo, men bitta narsani aniq aytib qo'yaman. Taqiq degan so'z ko'pincha odamlarni cho'chitadi. Lekin amalda har qanday yangi tartib yoki cheklov hamma pensionerlarga bir xil qo'llanmaydi. Ko'pincha gap umumiy taqiq haqida emas, balki ayrim holatlarda nazorat kuchayishi, hujjatlarni yangilash, shaxsni tasdiqlash yoki pensiya to'lovlarini to'g'ri yo'naltirish haqida boradi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p pensionerlar pensiyasini bank kartasi orqali olardi. Ayrimlar pochta orqali naqd pul shaklida olardi. Ko'pchilik hujjatlari eski bo'lsa ham, telefon raqami o'zgargan bo'lsa ham, yashash manzili boshqa joyga ko'chgan bo'lsa ham, buni vaqtida yangilamasdi. Natijada pensiya to'lovi, imtiyoz, kompensatsiya yoki subsidiya bilan bog'liq ma'lumotlar eski bazalarda qolib ketardi. Masalan, odam Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chib ketgan, lekin pensiya hujjatlarida eski manzil turibdi. Yoki pensionerning bank kartasi muddati tugagan, lekin u pensiyam kelmay qoldi deb bir necha hafta kutadi. Yana bir holat. Pensionerning nomiga karta ochilgan, lekin kartadan boshqa odam foydalanadi. SMS, xabarnoma boshqa telefon raqamiga ulangan bo'ladi. Endi nima o'zgaryapti? Iyuldan boshlab ayrim yo'nalishlarda nazorat kuchayish, ma'lumotlarni tekshirish, shaxsiy ma'lumotlarni aniqlashtirish va pensiya pullarini faqat haqiqiy egasiga yetib borishini ta'minlash bo'yicha tartiblar kuchaytirilishi mumkin. Bunday tartiblarning asosiy maqsadi pensionerni jazolash emas. Aksincha, uning pulini himoya qilishdir. Chunki amaliyotda shunday holatlar bo'ladiki, pensionerning kartasidan farzandi, qarindosh yoki umuman begona odam foydalanadi. Pensioner esa qancha pul kelganini ham, qancha yechilganini ham bilmaydi. Shuning uchun men bu masalaga vahima bilan emas, ehtiyotkorlik bilan qarashni maslahat beraman. Agar siz 6 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda shunday inson bo'lsa, birinchi navbatda shaxsiy hujjatlar, bank kartasi, telefon raqami va pensiya bo'limidagi ma'lumotlar to'g'ri ekanini tekshirib qo'yish kerak. Endi kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa bemalol bo'lishi mumkin. Shuni tushuntiraman. Birinchi navbatda 6 yoshdan oshgan va pensiyasini bank kartasi orqali olayotgan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa, kartangiz bloklangan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa yoki bank ilovasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, buni iyulgacha yoki imkon qadar tezroq hal qilib qo'ygan yaxshi. Chunki pul kelgan bo'lsa ham siz undan foydalana olmasligingiz mumkin. Masalan, pensioner har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartaning amal qilish muddati iyun oyida tugagan. Iyul oyida pensiya tushadi, lekin karta ishlamaydi. Pensioner bankka boradi, navbat kutadi, yangi karta chiqaradi. Ba'zan esa telefon raqamini ham tasdiqlash kerak bo'ladi. Agar bular oldindan tekshirilganda bunday ovora bo'lishning oldi olinardi. Ikkinchi toifa pensiya kartasidan o'zi emas, farzandi yoki boshqa qarindoshi foydalanayotgan pensionerlar. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Ona qishloqda yashaydi, pensiya kartasi esa shahardagi o'g'lining qo'lida. O'g'il har oy pulni yechib kerakli joyga ishlatyapman deydi. Lekin onaning o'zi qancha pensiya kelayotganini, undan qancha kommunal to'lovga, qancha dori-darmonga, qancha oziq-ovqatga ketayotganini bilmaydi. Agar nazorat kuchaysa, bunday holatlarda savollar paydo bo'lishi tabiiy. Chunki pensiya shaxsiy daromad hisoblanadi va u avvalo pensionerning o'z ehtiyojlari uchun beriladi. Uchinchi toifa yashash manzili o'zgargan, lekin hujjatlarni yangilamagan pensionerlar. Masalan, bir kishi Farg'onada ro'yxatda turadi, lekin 2 yildan beri Toshkent farzandining uyida yashaydi.
pensiya bilan bog'liq xatlar, chaqiruvlar yoki aniqlashtirishlar eski manzilga bo'lishi mumkin. Keyin pensioner menga hech kim aytmadi deb qoladi. Shuning uchun men har doim aytaman, davlat idoralari bilan bog'liq ma'lumotlarda manzil, telefon raqam va pasport ma'lumotlari yangiligi juda muhim. 4-toifa nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa turdagi qo'shimcha to'lovlarni olayotgan pensionerlar. Bunday to'lovlarda hujjatlar ko'proq tekshiriladi. Sababi qo'shimcha imtiyozlar uchun asos bo'ladigan hujjatlar bor. Tibbiy xulosa, oila tarkibi, daromad ma'lumotlari, doimiy parvarishga muhtojlik holati. Agar bu hujjatlardan biri muddati tugagan yoki yangilanmagan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Bu taqiq emas, lekin amalda odam pulini vaqtida ololmay qolishi mumkin. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar siz pensiyani o'z nomingizdagi faol bank kartasi orqali olayotgan bo'lsangiz, pasportingiz yoki ID kartangiz joyida bo'lsa, telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, pensiya bo'limi yoki bankdan kelgan xabarlarga e'tibor berib yursangiz, sizda katta xavf yo'q. Sizga kerak bo'ladigan asosiy narsa hujjatlaringizni tartibda saqlash va shubhali xabarlarga ishonmaslik. Bir misol keltiraman. 13 yoshli pensioner erkak har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. Kartasi o'zida SMS xabarnoma o'z telefoniga ulangan, bankka borganda ID kartasini ko'rsatadi. Yashash manzili ham to'g'ri. Bunday odam uchun 1 iyuldan keyingi tartiblar katta muammo tug'dirmaydi. Chunki u shaxsini tasdiqlay oladi, pulini o'zi oladi. Hech kim uning nomidan noqonuniy harakat qilmayapti. Yana bir misol. 67 yoshli ayolning pensiya kartasi kelinning qo'lida. Ayolning o'zi qishloqda, kelin shaharda har oy kartadan 1.300.000 so'm tushadi, lekin ayolga faqat 400.000 so'm naqd beriladi. Qolgan pul uy xarajatlari deb ishlatiladi. Agar pensioner buni bilib turib rozi bo'lsa ham, huquqiy jihatdan pensiya uning shaxsiy puli. Agar kelajakda nizo chiqsa, bankdagi operatsiyalar, kartadan pul yechish joylari, SMS'lar tekshirilishi mumkin. Shuning uchun pensionerning roziligisiz kartadan foydalanish juda xavfli. Yana bir hayotiy holat. 61 yoshli pensioner ayolning eski pasportidagi familiyasi bilan bankdagi ma'lumotlar bir xil. Lekin yangi ID kartada ayrim harflar boshqacha yozilgan. Masalan, pasportda To'xtayeva bo'lgan ID kartada To'xtayeva tarzida aks etgan. Bunday kichik farq ham ba'zi tizimlarda muammo keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun bankdagi ma'lumotlar bilan shaxsiy hujjatlardagi ma'lumotlar bir-biriga mosligini tekshirtirib qo'yish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlar va istisnolar haqida gaplashamiz. Chunki ko'p odam aynan shu joyda adashadi. Birinchi nozik jihat 60 yoshdan oshganlarning hammasi bir xil maqomda emas. Ba'zilar yoshga doir pensiya oladi, ba'zilar nogironlik pensiyasi oladi, ba'zilar hali ishlashda davom etadi. Ba'zilar esa pensiya yoshiga yetgan bo'lsa ham hali pensiyaga chiqmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun 60 yoshdan oshganlarning barchasiga taqiq degan gapni eshitsangiz, darhol shubha qiling. Har bir tartibda kimlarga tegishli ekani aniq yozilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ko'p odam pensioner ishlasa bo'lmaydi, ishlasa pensiyasi to'xtaydi deb o'ylaydi. Bunday umumiy xulosa noto'g'ri. Ayrim holatlarda ishlash pensiya miqdoriga, qo'shimcha to'lovlarga yoki ayrim imtiyozlarga ta'sir qilishi mumkin, lekin bu har doim ham pensiya butunlay to'xtaydi degani emas. Masalan, 12 yoshli erkak qorovul bo'lib ishlaydi va pensiya oladi. Uning ish haqi rasmiy bo'lsa, tegishli badallar yuritilsa, bu ma'lumotlar tizimda ko'rinadi. Muammo yashirin ishlashda yoki daromadni noto'g'ri ko'rsatishda paydo bo'ladi. Chunki ayrim ijtimoiy yordamlar oilaviy daromadga qarab beriladi. 3-nozik jihat bank kartasi va ishonchnoma. Agar pensioner sog'lig'i sababli bankka bora olmasa, uning o'rniga farzandi yoki qarindosh qonuniy tartibda ishonchnoma asosida ish yuritishi mumkin. Bu yerda asosiy farq bor. Kartani shunchaki olib ishlatish boshqa. Notarial tartibda yoki bank talab qilgan tartibda rasmiy vakil bo'lish boshqa. Agar pensioner yura olmaydigan bo'lsa, hujjatli vakillik yo'lidan foydalanish kerak. Shunda keyinchalik hech kim pul noqonuniy olingan deb da'vo qila olmaydi. 4-nozik jihat firibgarlar. Har safar yangi tartib haqida gap chiqqanda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, 1 iyuldan pensiyangiz blok bo'ladi. Kartangizni tasdiqlamasangiz pulingiz kuyadi. SMS kodni ayting, pensiyani uzaytirib beramiz deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodni
karta raqamini to'liq. PIN kodni, bank ilovasi parolini hech kimga aytmang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan PIN kod so'ramaydi. Agar kimdir so'rasa, bilingki, bu firibgarlik belgisi. 5-nozik jihat pensiya naqd olish. Ba'zi pensionerlar bank kartasidan qo'rqadi. Naqd pulni afzal ko'radi. Agar tartib bo'yicha pensiya bank orqali tushayotgan bo'lsa, uni bankomatdan yoki bank kassasidan olish mumkin. Lekin bankomatdan pul yetishda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ko'pincha keksa odam bankomat oldida begona odamdan yordam so'raydi. Begona odam esa karta kodini ko'rib qoladi yoki kartani almashtirib yuboradi. Shuning uchun bankomatdan pul yetishda faqat ishonchli yaqin odam bilan boring yoki bank xodimidan rasmiy yordam so'rang. 6-nozik shart. Chet elda bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, pensiya to'lovi, shaxsni tasdiqlash, yashash holatini aniqlash kabi masalalarda qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin. Bu ham taqiq degani emas, lekin hujjatlar o'z vaqtida tasdiqlanmasa, to'lov vaqtincha to'xtab turishi mumkin. Masalan, pensioner Rossiyada farzandinikida yashayapti. O'zbekistondagi kartasiga pensiya tushyapti. Lekin telefon raqami faol emas. Bank yoki pensiya organi aniqlashtirish so'rasa, u javob bera olmaydi. Natijada muammo yuzaga keladi. 7-nozik jihat oiladagi kelishmovchiliklar. Afsuski, pensiya puli sababli oilalarda janjal bo'ladigan holatlar bor. Bitta pensionerning pensiyasiga bir nechta farzand ko'z tikadi. Kimdir dori-darmon uchun ishlatish kerak deydi. Kimdir uy xarajati uchun oladi. Kimdir qarzini yopadi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya avvalo pensionerning shaxsiy ehtiyoji uchun. Oila yordam berishi mumkin. Lekin pensionerni pulidan mahrum qilish, uni majburlash, kartasini olib qo'yish mutlaqo noto'g'ri. 8-nozik jihat. Hujjatdagi kichik xatolar. Ba'zan odamning tug'ilgan sanasi bir hujjatda 1929 yil. Boshqa hujjatda 1960 yil bo'lib qoladi. Yoki otasining ismi bir joyda Karimovich, boshqa joyda Karim o'g'li deb yoziladi. Bunday mayda ko'ringan tafovutlar elektron tizimlarda to'lovni ushlab turishi yoki qo'shimcha tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni oldindan solishtirib chiqish juda foydali. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilayotgan bo'lsin. Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHJ raqami to'g'ri ekanini ko'ring. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa yoki almashtirish kerak bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma qaysi telefon raqamiga ulangan? Bank ilovasiga kirish imkoniyati bormi? Shularni aniqlang. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, bankning rasmiy aloqa markaziga qo'ng'iroq qilib, qanday tartibda vakil orqali ish qilish mumkinligini so'rang. 3-qadam, pensiya bo'limidagi ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki rasmiy aloqa kanallari orqali murojaat qiling. Ulardan shuni so'rang: mening manzilim to'g'rimi? Telefon raqamim yangimi? Pensiya turi va miqdori bo'yicha ma'lumotlarimda muammo yo'qmi? Qo'shimcha hujjat talab qilinadimi? Agar xodim sizdan biror hujjat so'rasa, uning nomini yozib oling va qaysi muddatgacha topshirish kerakligini aniqlang. 4-qadam, agar pensioner nomidan boshqa odam ish yuritayotgan bo'lsa, buni rasmiylashtiring. Shunchaki kartini olib yurish yetarli emas. Agar pensioner yura olmasa, notariusga murojaat qilish, ishonchnoma rasmiylashtirish yoki qonuniy vakillik tartibini aniqlash kerak. Hujjatda vakil nimaga haqli ekani aniq yozilsin. Pensiya olish, bankda karta almashtirish, ariza yozish, ma'lumot olish. Bu keyinchalik ham pensionerni, ham vakilni himoya qiladi. 5-qadam, barcha to'lovlarni yozib boring. Pensioner har oy qancha pensiya tushganini, qancha naqd yechilganini, qancha dori-darmonga, kommunal to'lovga, oziq-ovqatga ketganini oddiy daftariga yozib borishi mumkin. Bu ayniqsa oilada bir necha kishi pulga aralashayotgan bo'lsa juda muhim. Masalan, iyul oyida 1.400.000 so'm tushdi. 300.000 so'm dori, 2.000 so'm kommunal to'lov, 500.000 so'm oziq-ovqat, 370.000 so'm o'z ehtiyojiga qoldi. Shunday yozuvlar kelishmovchiliklarning oldini oladi. 6-qadam, shubhali xabarlarni tekshiring. Telegramda, WhatsAppda yoki telefon orqali kelgan iyuldan pensiya bloklanadi degan xabarlarga darhol ishonmang. Rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasi
bank, mahalla yoki davlat xizmatlari markazi orqali aniqlashtiring. Agar xabarda zudlik bilan karta ma'lumotini yuboring deyilsa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi bo'ladi. 7-qadam farzandlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Ko'p keksa odam telefon ilovasi, bankomat, elektron hujjat deganda qiynaladi. Farzand sifatida siz ularni urishmasdan, shoshirmasdan tushuntirib yordam bering. Lekin yordam berish degani ularning pulini nazoratsiz ishlatish degani emas. Eng to'g'ri yo'l pensionerning o'zi bilgan holda uning roziligi bilan ochiq hisob-kitob qilishdir. 8-qadam ariza yozishni biling. Agar pensiya keksa, karta muammosi bo'lsa yoki noto'g'ri ushlab qolish bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Tegishli idoraga yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, muammo nimadan iboratligi va nima so'rayotganingiz aniq yozilsin. Masalan, iyul oyi uchun pensiya to'lovim bank kartamga kelmadi. Sababini aniqlab yozma javob berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada topshirsangiz, bittasiga qabul qilingan sana va raqamni qo'ydirib oling. 9-qadam sog'lig'i og'ir pensionerlar uchun oldindan reja qiling. Agar ota-onangiz yotoqda bo'lsa, bankka yoki idoraga borishi qiyin bo'lsa, vaziyat keskinlashishini kutmang. Hujjatlarni hozirdan tartibga keltiring. Ishonchnoma, tibbiy ma'lumotnoma, parvarish bilan bog'liq hujjatlar, bank kartasi, telefon raqami hammasi bir joyda bo'lsin. Zarurat tug'ilganda qaysi idoraga borish, kim murojaat qilish, qanday hujjat olib borish aniq bo'lsin. 10-qadam hech qachon pul evaziga tezlashtirib beraman deganlarga ishonmang. Pensiya masalalari qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi. Kimdir menga falon so'm bering, pensiyangizni oshirib beraman, taqiqdan chiqarib beraman, blokni ochib beraman desa, juda ehtiyot bo'ling. Bunday odamlar ko'pincha fuqarolarning ishonchidan foydalanadi. Demak, 1 iyuldan 60 yoshdan oshgan pensionerlar bilan bog'liq masalada eng muhim narsa vahima emas, tartibdir. Hujjatlar joyida bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa, telefon raqami to'g'ri bo'lsa, pensiya bo'limidagi ma'lumotlar yangilangan bo'lsa, pensioner o'z pulini o'zi nazorat qilsa, katta muammo bo'lmaydi. Xavf asosan hujjati eski, kartasi boshqa odam qo'lida, manzili noto'g'ri. Telefon raqami ishlamaydigan yoki firibgarlarning gapiga ishonib qoladigan insonlarda paydo bo'ladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq oilangizdagi 6 yoshdan oshgan pensionerlarning hujjatlarini, kartasini va telefon raqamini tekshirib chiqing. Agar muammo bo'lsa, kechiktirmang, bankka, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Eng muhimi pensionerning huquqi, puli va sha'ni himoya qilinishi kerak. Sizningcha bunday tartiblar pensionerlarni himoya qiladimi yoki aksincha ularga ortiqcha qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, bobo buvisi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ko'plab odamlarni ortiqcha tashvish, yo'qotilgan pul va firibgarlardan asrab qolishi mumkin.